Okaginam qarang. Mana shu avtomobilni logosini yopib tursan, bu avtomobilni siz Li 9 deb o'ylashingiz ham mumkin. Nima deysiz? Uzoqdan bitta ko'ring-da. Lekin aslida bu Li 9 emas. Ko'rinishini qarang, juda ham o'xshab ketadi. Bu avtomobil Deepal S09 avtomobili. Uzunligi 5 metr 20 santimetrni tashkil qiladigan bu avtomobilni biz bugun obzor qilamiz. Obzor qilishdan maqsad nima? Avvalambor ko'pchilik akalarimiz bu avtomobilni obzor qilib berishimizni kommentariyalarda so'rashgani uchun labbe deb javob berdik va Deepal saloniga kelib bu avtomobilni biz obzor qilamiz. Ikkinchidan, biz Aito M9, Li 9, Li 9 Levis, Leapmotor D19, Leapmotor C16 avtomobillarini obzor qildik. Va bugun bu avtomobilni biz solishtirib ko'rmoqchimiz. Qaysi avtomobil bilan yonma-yon bir-biriga raqobat qila oladi? Ko'pchilikning fikri bo'yicha bu avtomobil Li 9 va Aito M9 bilan raqobatdosh deb atashadi. Haqiqatda shunaqamikin? Kelaylik ko'rib chiqamiz. Bu avtomobilni Deepal salonlarida hozirgi kunda sotilyapti. S09 da har xil ranglari bor, lekin mana shu rangi juda ham chiroyli. Nima deysizlar? Rangiga bitta baho berib qo'yasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 657 million so'mni tashkil qilar ekan. Bu avtomobilni juda ham ko'p pozitsiyalari bor. 2025-yilda ishlab chiqarilgan 6 ta pozitsiya bilan ishlab chiqarilgan. Xo'p, Max, Ultra, Ultra Plus, Ultra Premium, Ultra Range Premium avtomobillari mana shu bozorga taqdim etilgan va hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab sotilyapti. Aynan bu avtomobilimiz Ultra Plus pozitsiyasida va bu pozitsiyani ko'rib chiqamiz. Agar qo'ldan kelgancha Li 9 yoki Aito M9 bilan solishtirishga harakat qilamiz. Kelinglar avvalambor avtomobilni Li 9 avtomobili bilan gabaritlarini solishtirib beramiz. Deepal S09 ni uzunligi 5205 mm ni tashkil qiladi. Li 9 ni uzunligi bo'lsa 5218 mm ni tashkil qiladi. Aito M9 ni uzunligi 5230 mm ni tashkil qiladi. Shuning uchun Aito M9 bu avtomobildan 25 mm ga uzunroq ekan, ya'ni 2,5 cm ga uzunroq bo'lgani uchun biz Aito M9 ni solishtirmaymiz, asosan Li 9 bilan solishtiramiz. Kengligi 1996 mm ni tashkil qiladi. Li 9 ni kengligi esa 1998 mm ni tashkil qiladi. Balandligi 1800 mm. Li 9 bilan bir xil ekan. Li 9 da ham 1800 mm. G'ildiraklarning bazasi bo'lsa 3105 mm. Li 9 da ham xuddi shunaqa 3105 mm. Bu avtomobilimizni tezligiga keladigan bo'lsak, ya'ni 100 km tezlikka 509 soniyada erishadi. Gibrid versiyasi bor, to'liq elektrda harakat qilmaydi. Avtomobilni gibrid avtomobil deb atadik. Buni to'liq elektrda versiyasi yo'q, faqatgina gibrid versiyada va buni dvigateli 1,5 turbo dvigateldan iborat. Va bu xuddi Li 9 ga o'xshab turib, demak generator vazifasini bajaradi. Generator vazifasini bajaradi deganda, demak elektr dvigatelga elektr yetkazib beradi, lekin g'ildiraklarni aylantirmaydigan dvigatel hisoblanadi. Xo'p, balonlariga keladigan bo'lsak, ya'ni g'ildiraklariga keladigan bo'lsak, 21 dyumli va 20 dyumda pozitsiyasiga qarab turib ishlab chiqariladi. Diskalarni bitta baho berib qo'yasizlar, juda ham chiroyli diskalar. R20 va R21 dyumli diskalar bilan ishlab chiqariladi. Deepal S09 avtomobili litiy temir fosfat batareyalar bilan jihozlangan. 40 kilovatli va 53 kilovatli batareyalar. Versiyasiga qarab turib, pozitsiyalariga qarab turib, bu avtomobil 170 kilometrdan 310 kilometrgacha masofa bosadigan, demak, pozitsiyalarda ishlab chiqarilgan. Endi gibrid avtomobil uchun 170 kilometr sal kamroq deb o'ylayman. Chunki u O'zbekiston sharoitida 120 kilometr yoki 100 kilometr yuradi. Lekin 310 kilometr pozitsiyasi bo'lsa, bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Li 9 ga solishtiradigan bo'lsak, nikel manganiz kobalt batareyalari bilan jihozlangan va Li 9 da 42 kilovatli va 52 kilovatli batareyalar quvvatiga ega bo'ladi. Ya'ni Li 9 ozgina bundan farq qiladi kilovatida. Avtomobil yurishi, ya'ni g'ildiraklarni tortishi bo'yicha ikki xil versiyada ishlab chiqariladi. Ya'ni 4 ta g'ildiraklar tortishi mumkin yoki 2 ta g'ildiraklar tortishi mumkin. 2 ta g'ildiragi tortadigan avtomobil 314 ot kuchiga ega va 100 km tezlikka, demak, 709 soniyada erishadi. Va eng maksimal tezligi 205 km/soatiga bo'ladi.
4 ta g'ildiragi tortadigan versiyasida bo'lsa, avtomobil 493 ot kuchiga ega va 509 soniyada tezlikka erishadi. Buni ham tezligi 205 km/soat maksimal tezlik bilan harakat qiladi. Avtomobil barcha zamonaviy avtomobillar qatori barcha funksiyalarni o'zida mujassam qiladi. Xullas, zamonada va funksiyada, xavfsizlikda tengi yo'q avtomobillar qatorida. Xo'p, 360 kamera funksiyasi mavjud. Adaptiv cruise control funksiyasi mavjud. Shuningdek, avtomobilni barcha tormoz tizimlari, ABS tormoz tizimi, ya'ni sirpanib ketishni oldini olish, shuningdek, yo'l chiziqlarini ushlab turish, yo'l chiziqlaridan chiqib ketayotganda uni demak ogohlantirish, belgilarni o'qish funksiyalari, bu hamma funksiyalari bor bo'lgan avtomobil. Shuningdek, ko'rinmas zonani ham aniqlash imkoniyatiga ega bo'lgan funksiyalarga ega bo'lgan bu avtomobil. Shuningdek, avtomobilda lidar tizimi bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Pozitsiyasiga qarab turib, lidar tizimi bor yo'qligini demak ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni max pozitsiyasida lidar tizimi yo'q, lekin ultra plus, ya'ni bu pozitsiyamizda lidar tizimi bilan ishlab chiqariladi. Avtomobilni faralari, ya'ni chiroqlari haqida gapiradigan bo'lsak, xuddi Li9 ga o'xshab turib, mana shunaqa LED chiroqlari bilan jihozlangan. Haligi videoni boshida aytib o'tganimizdek, agar buni logosini yopib tursak, ko'pchilik bu avtomobilni Li9 deb o'ylashi ham mumkin. Pastda esa asosiy vazifani bajaradigan, demak, adaptiv LED chiroqlar bilan jihozlangan mana shunaqa chiroyga ega bo'lgan avtomobil. Xo'p, Li9 dan farqi shundaki, mana bu joyda ozgina demak do'ndib chiqqan joyi bor. Va bu yerda Li9 ga nisbatan pastga qarab ketgan va shu bilan farqisi bo'ladi. Agar shu joyini aytilmasa, Li9 ni g'irt o'zi. Avtomobilni o'ng tomonida benzabak, chap tomonida bo'lsa, demak, zaryadlash uchun maxsus portlari joylashgan. Endi savol tug'ilishi mumkin, 100 km masofaga qancha benzin sarflaydi? Avtomobilni baki 50 litrdan iborat va to'liq 1200 dan 1500 km masofa sarflaydi deb ma'lumot berilgan. Lekin aslida bu ma'lumotlar demak test jarayonida amalga oshiriladi, ya'ni avtomobil to'xtamasdan to'g'ri bitta masofada yurgandagina testdan o'tadi. Lekin O'zbekiston sharoitida yoki shaharning ichida 1500 km emas, balki bu 1000 km bo'lishi ham mumkin. Bu narsani inobatga olib qo'yasizlar. Lekin benzin sarfichi? Benzin sarfi ikki xil qismga bo'linadi. Ya'ni agar elektrda yursa, avtomobil 100 km ga 1 litr benzin sarflaydi. Agar to'liq gibrid holatida yuradigan bo'lsa, avtomobil 6 litrdan 8 litrgacha benzin sarflaydigan mana shunaqa avtomobil. Bilmayman, hozirgi kunda o'zi benzin bilan muammo bo'lib turgan holatda 6-8 litr qanchalik bu avtomobilga to'g'ri keladi. Chunki 8 litr deb ma'lumot berishgan bilan bu shaharning ichida ko'proq bo'lishi ham mumkin. Bu narsani inobatga olib qo'yasiz. Hozir butun dunyoda benzin krizisi sekin-astalik bilan boshlanyapti. Bu narsani albatta ma'lumot o'rnida berib ketsak, albatta yaxshi bo'ladi. Xo'p, biz demak avtomobilni videoyimizni birinchi qismini tugatdik. Ikkinchi qismida esa videoyimizda biz demak avtomobilni funksiyalari va salonidagi hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Keyingi videoyimiz esa bu videodan keyin tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi.